Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun men siz bilan juda muhim, hatto ta'bir joiz bo'lsa, sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladigan ma'lumotlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Siz aprel oyida pensiya to'lovingizning sezilarli darajada oshishi mumkinligini bilasizmi? Va eng qizig'i shundaki, aksariyat odamlar bu imkoniyatdan, bu katta doplatadan bexabar. Bu shunchaki bir xabar emas. Balki sizning qo'shimcha to'lov olish imkoniyatingizni hal qiladigan, sizni keraksiz ovoragarchiliklardan qutqaradigan o'ta muhim ma'lumotdir. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Chunki bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli bo'lishi mumkin. Hozirgi lahzada kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni va ushbu videoga like bosishingizni so'rayman. Bu sizga keyinchalik ham shunday muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Oldinlari pensiya tizimi nisbatan oddiyroq edi. Har yili odatda 1 yoki 2 marta pensiyalar inflyatsiya darajasini qoplash va aholining turmush darajasini yaxshilash maqsadida indeksatsiya qilinardi. Bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshirilardi va pensionerlar uchun odatda hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmasdi. Siz shunchaki ma'lum bir sanada o'zingizning pensiya to'lovingiz biroz oshganini ko'rardingiz. Bu odatiy, tizimli jarayon bo'lib, ko'pchilik bunga ko'nikib qolgan edi. Masalan, agar o'tgan yili inflyatsiya o'rin bardini tashkil etgan bo'lsa, hukumat qarori bilan pensiyalar ham shu foizga yoki undan biroz ko'proqqa oshirilishi mumkin edi. Bu to'lovlar barqarorligini ta'minlashga qaratilgan standart mexanizm edi. Lekin hozir vaziyat biroz o'zgardi va aynan shu o'zgarishlar sizning diqqatingizga sazovor. So'nggi paytlarda pensiya ta'minotiga oid qonunchilikka bir qator yangi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi. Bu tuzatishlar faqatgina umumiy indeksatsiyani emas, balki ba'zi toifadagi pensionerlar uchun mutlaqo yangi imkoniyatlarni ham o'z ichiga oladi. Va eng muhimi, bu imkoniyatlardan foydalanish uchun, afsuski, ko'pincha avtomatik ravishda emas, balki sizning o'zingizdan ma'lum bir harakatlar talab qilinishi mumkin. Aynan shu nuansni ko'pchilik bilmaydi yoki e'tiborga olmaydi. Ya'ni siz pensiya tizimida yuz bergan jiddiy o'zgarishlar tufayli aprel oyida yanada katta miqdorda pensiya olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin bu haqda sizga hech kim maxsus xabar bermasligi ehtimoli juda yuqori. Shu sababli bugungi videoning asosiy maqsadi sizni bu yangiliklardan xabardor qilish. Shu bilan birga sizni qanday qilib bu imkoniyatlardan foydalanish bo'yicha aniq yo'nalishlar bilan ta'minlashdir. Bu oddiy indeksatsiyadan ko'ra ko'proq narsani anglatadi. Bu ba'zi hollarda pensiya miqdoriga sezilarli darajada ta'sir qiluvchi qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki qayta hisob kitoblardir. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni batafsil tushuntirishlarga o'tamiz. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Avvalo shuni aytish kerakki, aprel oyida ba'zi toifadagi pensionerlar uchun pensiya to'lovlarining sezilarli darajada oshishi bir nechta omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Va bu omillar bir-biridan mustaqil ravishda yoki birgalikda ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng ko'p tarqalgan holat bu pensiyalarni qayta hisoblash bilan bog'liq bo'lib, bu ko'pincha ilgari hisobga olinmagan mehnat staji, ish haqi yoki maxsus sharoitlarda ishlagan davrlar bilan bog'liq bo'ladi. Kim xavotir olish kerak? Bu savolga javob berish uchun bir nechta vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, bir martalik yordam yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Tasavvur qiling, 75 yoshli Mohira aya yolg'iz yashaydi va uning oylik pensiyasi minimal darajada, aytaylik 20 million so'm. Uning farzandlari chet elda ishlaydi va unga muntazam yordam bera olmaydi. Mohira aya har kuni o'z xarajatlari bilan kurashadi. Yaqinda qabul qilingan hukumat qaroriga binoan ayniqsa kam ta'minlangan, yolg'iz yashaydigan yoki nogironligi bo'lgan qarindoshiga qaraydigan pensionerlarga bir martalik qo'shimcha moddiy yordam ajratilishi belgilandi. Bu qo'shimcha yordam aprel oyida pensiya bilan birga to'lanishi rejalashtirilgan. Mohira aya bu toifaga kiradi, lekin u bu haqda bilmaydi. Chunki yangiliklarni kuzatishga imkoni yo'q yoki tushunmaydi. Agar Mohira aya pensiya jamg'armasiga murojaat qilsa va o'zining ijtimoiy ahvolini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, turar joyda yolg'iz yashashi haqida ma'lumotnoma taqdim etsa, unga 500 ming so'mdan 1 ming so'mgacha bir martalik qo'shimcha to'lov ajratilishi mumkin. Bu uning bir oylik pensiyasining yarmi yoki to'liq miqdoriga teng bo'lib, uning byudjetiga jiddiy yordam bo'ladi. Ko'pchilik pensionerlar, ayniqsa keksalar, bunday yangiliklardan bexabar qolishadi
va shu sababli o'zlariga tegishli bo'lgan mablag'ni ola olmaydilar. Ikkinchi misol. Ish staji va ish haqi bo'yicha qayta hisob kitob. Faraz qilaylik, 18 yoshli Ahmad aka umrining 10 yilini konchilik sanoatida og'ir sharoitlarda ishlashga bag'ishlagan. Uning pensiyasi 2000 million so'm. Yillar davomida u pensiya hisoblash tizimida uning og'ir mehnat sharoitlari yetarli darajada hisobga olinmagan deb gumon qilib kelardi. Ammo yaqinda pensiya hisoblash tartibiga o'zgartirishlar kiritildi. Bu esa og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslarning ish staji koeffitsiyentlarini qayta ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Bu o'zgarishlar aynan aprel oyidan kuchga kirdi. Ahmad aka bu haqda eshitgan bo'lsa ham, qaysi hujjatlarni yig'ish va qayerga borishni bilmaydi. Agar u tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, o'zining mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnomalarni, ish sharoitlari to'g'risida uning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu qayta hisob kitob natijasida uning pensiyasi oylik 30 ming so'mdan 70 ming so'mgacha oshishi mumkin. Ba'zi hollarda agar oldin xatolar bo'lgan bo'lsa, hatto o'tgan davrlar uchun ham kompensatsiya to'lovlari ajratilishi mumkin. Bu esa aprel oyida to'lanadigan umumiy summani yanada oshiradi. Ko'plab pensionerlar, ayniqsa turli davrlarda turli tashkilotlarda ishlaganlar, o'zlarining ish stajlari to'g'ri hisoblanganiga shubha qilmaydilar. Ammo bu qayta hisob kitoblar ularning foydasiga bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, qo'shimcha benefitsiyalar va imtiyozlar. 29 yoshli Dilfuza opa yoshligida uzoq muddat davlat tashkilotida yuqori malakali mutaxassis sifatida ishlagan va uning pensiyasi 27 million so'm. Uning o'g'li nogiron bo'lib. Dilfuza opa unga qaraydi. U har oyda nafaqa oladi, ammo uning o'g'lini parvarish qilish uchun ajratilgan qo'shimcha imtiyozlar haqida bilmaydi. Yaqinda qabul qilingan qonun hujjatlariga ko'ra, nogironligi bo'lgan oila a'zolariga qaraydigan pensionerlarga alohida qo'shimcha to'lovlar joriy etildi. Bu to'lovlar miqdori o'zgaruvchan bo'lib, nogironlik darajasiga bog'liq. Agar Dilfuza opa o'g'lining nogironligi to'g'risidagi hujjatlarni, o'zining pasportini va pensiya guvohnomasini pensiya jamg'armasiga taqdim etsa, unga aprel oyidan boshlab har oyda qo'shimcha 400 ming so'm miqdorida to'lov tayinlanishi mumkin. Bu turdagi benefitsiyalar ko'pincha ma'lum bir muddatga belgilanadi va muddati tugagach qayta rasmiylashtirishni talab qilishi mumkin. Lekin ko'pchilik bu turdagi qo'shimcha imtiyozlar mavjudligini umuman bilmaydi va ulardan foydalanmaydi. Bu uchta misol shuni ko'rsatadiki, pensiya tizimida shunchaki umumiy indeksatsiyadan tashqari sizning shaxsiy holatingizga bog'liq bo'lgan qo'shimcha imkoniyatlar mavjud. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi degan savolga kelsak, agar siz muntazam ravishda pensiya jamg'armasi xodimlari bilan muloqotda bo'lib turadigan, barcha yangiliklardan xabardor bo'lgan, o'z hujjatlaringizni to'liq tartibda saqlaydigan va hech qanday shubhali holatlar mavjud emas deb hisoblaydigan pensioner bo'lsangiz, ehtimol siz uchun maxsus choralar ko'rishga hojat qolmas. Biroq hatto bunday hollarda ham eng kichik bir shubha tug'ilsa, maslahat olish zarar qilmaydi. Pensiya tizimida ko'pincha kutilmagan o'zgarishlar va aniqlashtirishlar yuz beradi. Endi esa qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va uncha aniq bo'lmagan nozik nuqtalarga to'xtalamiz. Bu joylar ayniqsa diqqat bilan eshitishga arziydi. Chunki ular sizning qo'shimcha to'lov olish imkoniyatingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchidan, pensiya hisoblashdagi xatolar va ularni tuzatish. Pensiya to'lovlarini hisoblash juda murakkab jarayon bo'lib, ko'plab omillarni, jumladan mehnat staji, ish haqi, ijtimoiy toifalar va boshqa koeffitsiyentlarni o'z ichiga oladi. Inson omilining mavjudligi sababli hisoblashda xatolar bo'lishi mumkin. Masalan, sizning mehnat daftarchangizdagi ba'zi yozuvlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi yoki arxiv hujjatlarida ma'lumotlar yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Faraz qilaylik, 12 yoshli Dilorom opaning pensiyasi 21 million so'm. Uning bir necha yil davomida olgan ish haqi bank o'tkazmasi orqali hisoblangan, lekin u ishlab yurgan paytda ba'zi davrlardagi maoshi rasmiy ma'lumotnomalarda kamroq ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yangi qonunchilikda agar pensioner o'zining haqiqiy ish haqi yoki stajini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, korxona buxgalteriyasidan ma'lumotlar yoki sud qarori taqdim etsa, pensiyasi qayta hisoblab chiqilishi mumkin. Bu jarayon avtomatik emas. Dilorom opa o'zining eski ish joylaridan qo'shimcha ma'lumotnomalarni topib, ularni pensiya jamg'armasiga olib borsa, uning pensiyasi
200 ming so'mdan 400 ming so'mgacha oshishi mumkin. Bu yerda qaltislik shundaki, ko'pchilik bu kabi xatolarni payqamaydi yoki tuzatish mumkinligini bilmaydi. Ikkinchidan, ishlaydigan pensionerlar uchun nuosiz. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va shu bilan birga ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Biroq bu har doim ham shunday emas. Ba'zi hollarda, masalan, agar siz ma'lum bir ijtimoiy toifaga, nogironlar, Chernobil faxriylari va tegishli bo'lsangiz, ishlayotganligingizga qaramay, qo'shimcha to'lovlar olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. 30 yoshli Qodir aka pensiyada bo'lishiga qaramay, mahallada jamoatchilik asosida ishlaydi va oylik 800 ming so'm daromad oladi. Uning pensiyasi 2 million so'm. Uning qo'shimcha daromadi sababli u hech qanday qo'shimcha imtiyoz yoki to'lov ola olmaydi deb o'ylaydi. Ammo agar Qodir aka 2-jahon urushi qatnashchisi yoki ularga tenglashtirilgan shaxs bo'lsa, unga ishlayotganligidan qat'i nazar har oyda qo'shimcha 300 ming so'm miqdorida maxsus to'lov berilishi mumkin. Asosiy muammo shundaki, bu kabi istisnolar juda ko'p va ularning hammasini bilish qiyin. Pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilib, o'z sharoitingizni aniq tushuntirish eng yaxshi yechimdir. Uchinchidan, hududiy xususiyatlar va mahalliy dasturlar. Pensiya ta'minoti tizimi asosan markazlashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi viloyatlar yoki hatto tumanlar o'z budjetlari hisobidan pensionerlarga qo'shimcha yordam dasturlarini amalga oshirishi mumkin. Bu dasturlar ko'pincha uzoq qishloq joylarda yashovchi, qiyin ahvolda bo'lgan yoki ma'lum bir kasb egalari uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bu haqida ko'pincha mahalliy hokimiyat organlari, mahalla fuqarolar yig'inlari orqali xabar beriladi, ammo bu ma'lumotlar hamma joyga yetib bormaydi. Masalan, Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yashovchi 52 yoshli Gulnora aya har yili paxta terimida faol qatnashganligi uchun mahalliy hokimiyat tomonidan bir martalik 2 ming so'm miqdorida rag'batlantiruvchi to'lov ajratilishi mumkin. Bu dastur faqat o'sha hududda amal qiladi va uni bilish uchun mahalliy pensiya jamg'armasi yoki mahalla raisiga murojaat qilish kerak. 4-dan, turli xil nafaqalar va kompensatsiyalar. Pensiyadan tashqari nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, farzand parvarishi bo'yicha va boshqa turdagi nafaqalar ham mavjud. Ba'zi hollarda pensionerlar bu nafaqalarni olish huquqiga ega bo'lishadi, ammo ularning mavjudligini bilishmaydi. Yangi qonunchilikka ko'ra, bu nafaqalarning hisoblash tartibi yoki miqdoriga o'zgartirishlar kiritilgan bo'lishi mumkin. Bu esa sizga avvalgi davrlarni ham hisobga olgan holda qo'shimcha to'lov olish imkoniyatini beradi. Masalan, 6000 yoshli Ibrohim aka ikkinchi guruh nogironga qaraydi, ammo u faqat o'zining pensiyasini oladi. Uning qarindoshiga g'amxo'rlik qilish uchun ajratiladigan nafaqa haqida bilmasligi mumkin. Agar u tegishli hujjatlarni taqdim etsa, har oyda 300 ming so'mdan 600 ming so'mgacha qo'shimcha nafaqa olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. 5-dan, hujjatlarning yetarli emasligi yoki yo'qolishi. Ko'pincha qo'shimcha to'lovlar yoki qayta hisoblashlar uchun sizdan ma'lum hujjatlar to'plamini taqdim etish talab qilinadi. Bu hujjatlar sizda yo'q bo'lishi yoki ular eskigan bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasidagi biron bir yozuv aniq bo'lmasa yoki ish joyidan ma'lumotnoma eski blankada bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan yangilangan hujjatlarni talab qilishlari mumkin. Bunday vaziyatda bilmadim deb turish yoki kechikish sizning huquqlaringizni amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. Bunday holatlar uchun oldindan tayyorgarlik ko'rish va hujjatlarni tartibga solish muhimdir. Xulosa qilib aytganda, pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarib turadigan dinamik tizimdir. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va uncha aniq bo'lmagan nozik nuqtalar juda ko'p. Shu sababli har bir pensioner o'zining individual holatini pensiya jamg'armasida aniqlab olishi zarur. Avtomatik ravishda amalga oshiriladigan indeksatsiyadan tashqari, sizning faol ishtirokingizni talab qiladigan qo'shimcha to'lovlar va qayta hisob-kitoblar mavjudligini unutmaslik lozim. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni amaliy maslahatlarga o'tamiz. Xo'sh, sizning pensiya to'lovingiz aprel oyida oshishi mumkinligini qanday bilish? Bu imkoniyatdan qanday foydalanish va buning uchun nima qilish kerak? Quyida siz uchun aniq bosqichma-bosqich yo'riqnoma beraman. Birinchi qadam, hozirgi pensiya to'lovingizni va undagi o'zgarishlarni tekshiring. Eng avvalo, siz o'zingizning oxirgi pensiya to'lovingiz miqdorini aniq bilishingiz kerak. Agar siz bank kartasiga pensiya olsangiz, bank ilovasi yoki SMS xabarnomalar
orqali ushbu ma'lumotni tekshiring. Agar naqd pulda olsangiz, oxirgi oylik to'lov cheki ko'rib chiqing. Pensiyalar odatda har oyning ma'lum bir sanasida to'lanadi. Agar aprel oyi uchun pensiya to'lovingizda kutilmagan darajada katta o'zgarishlarni, odatdagi indeksatsiyadan ancha yuqori bo'lgan summani ko'rmagan bo'lsangiz, lekin sizda yuqorida aytib o'tilgan misollardagidek sharoitlar mavjud bo'lsa, keyingi qadamlarga o'ting. Agar sizda so'nggi bir necha oy ichida pensiya miqdori oshgan bo'lsa ham, bu sizning barcha imtiyozlarni olganingizni anglatmaydi. Ba'zi doplatlar alohida hisoblanishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bu eng muhim qadamdir. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan borishingiz kerak yoki uning maslahat markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining sizning yashash manzilingizga biriktirilgan hududiy bo'limi. Ularning manzillari va ish vaqtini internetdan topishingiz yoki mahalla fuqarolar yig'indan so'rashingiz mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBank.uz orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Ammo ko'pchilik pensionerlar uchun shaxsan borish qulayroq bo'ladi. Kimga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limidagi maslahatchiga yoki pensiya hisoblash bo'yicha mutaxassisga. Ular sizning individual holatingizni ko'rib chiqib, qaysi qo'shimcha to'lovlar sizga tegishli ekanligini aniqlashga yordam beradi. Uchinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga borganingizda o'zingiz bilan quyidagi asosiy hujjatlarni olib borishingiz kerak. Bir pasport asli nusxasi va nusxasi. Ikki pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. Uch mehnat daftarchasi asli nusxasi va barcha sahifalarning nusxasi. Bu sizning ish stajingizni va ish joylaringizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. 4. Agar mavjud bo'lsa, ish joyidan ma'lumotnomalar. Ayniqsa og'ir yoki zararli sharoitlarda ishlagan davrlar uchun, shuningdek, ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalari. Agar pensiya jamg'armasi sizning maoshingiz haqida to'liq ma'lumot bo'lmasa. 5. Nikoh guvohnomasi. Agar oilaviy ahvolingiz pensiya miqdoriga ta'sir qilsa. 6. Nogironlik guvohnomasi. Agar siz yoki oila a'zolaringizda nogironlik mavjud bo'lsa. 7. Boquvchisini yo'qotganlik to'g'risidagi guvohnoma. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olsangiz. 8. Yashash joyingizdan ma'lumotnoma. Agar siz kam ta'minlangan yoki yolg'iz yashovchi to'yfaga kirishingizni tasdiqlashingiz kerak bo'lsa. 9. Boshqa biron bir shaxsiy holatingizni, masalan, mukofotlar, faxriy unvonlar, maxsus xizmatlar tasdiqlovchi hujjatlar, chunki ular ham qo'shimcha imtiyozlar berishi mumkin. Barcha hujjatlarning nusxalarini oldindan tayyorlab borish sizning vaqtingizni tejaydi. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Pensiya jamg'armasi xodimi sizga pensiyani qayta hisoblash, qo'shimcha to'lov olish yoki benefitsiya tayinlash bo'yicha ariza namunasini berishi kerak. Arizani to'ldirishda quyidagi ma'lumotlarga e'tibor bering. O'z shaxsiy ma'lumotlaringizni, FIS, pasport ma'lumotlari, yashash manzili aniq va to'g'ri kiriting. Murojaat sababini aniq bayon qiling. Masalan, mening pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman, chunki men og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganman. Yoki yolg'iz yashovchi pensioner sifatida menga bir martalik moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Yoki nogiron qarindoshimga qarayotganim sababli menga qo'shimcha nafaqa tayinlash bo'yicha murojaat qilaman. Murojaatingizga ilova qilingan barcha hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Arizaning bir nusxasini o'zingizda saqlab qoling va unda qabul qiluvchi xodimning imzosi hamda sana bo'lishiga ishonch hosil qiling. Bu kelajakda biron bir tushunmovchilik yuzaga kelganda sizning murojaatingiz tasdig'i bo'ladi. 5-qadam, monitoring va kuzatish. Arizani topshirganingizdan so'ng pensiya jamg'armasi xodimlari sizning murojaatingizni ma'lum bir muddat ichida ko'rib chiqishi kerak. Bu muddat odatda 15 kundan 31 kungacha bo'ladi. Agar javob kechiksa, siz pensiya jamg'armasiga telefon qilib yoki yana shaxsan borib murojaatingizning holati haqida so'rashingiz mumkin. Ba'zi hollarda qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ularning so'rovlariga tezda javob berishga harakat qiling. Ushbu amaliy qadamlarni bajarish orqali siz aprel oyida o'zingizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday qo'shimcha to'lovni olish imkoniyatini sezilarli darajada oshirasiz. Unutmang, sizning pensiya ta'minotingiz bu sizning huquqingiz. Bu haqda bilmaslik yoki harakatsizlik sizni muhim moliyaviy imkoniyatlardan mahrum qilishi mumkin. Hurmatli do'stlar, umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi.
Biz aprel oyida pensionerlarga taalluqli bo'lishi mumkin bo'lgan katta doplata masalasini chuqur ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin, ko'pchilik bu imkoniyat haqida bilmaydi, ammo siz endi xabardorsiz. O'zingizning pensiya huquqlaringizga befarq bo'lmang, aktiv bo'ling va yuqorida aytib o'tilgan amaliy maslahatlarga amal qiling. Bu sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu videoda berilgan ma'lumotlar siz uchun muhim bo'lgan bo'lsa, iltimos sharhlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning qaysi vaziyatingizga ko'ra qo'shimcha to'lov olishingiz mumkinligini taxmin qilasiz yoki siz allaqachon bunday qo'shimcha to'lovlarni olganmisiz? Bu ma'lumotlar boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimga obuna bo'ling, toki kelajakda ham shunday muhim va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormang. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha